Dadasi, Ha xotin. bir asbobingiz oling, o'ynaylik bitta. Tamam xotin, o'zi asbob ham ishlatmaganman, 15 kun bo'lgan. Bosamiz. Qan dadasi, bitta choling, bir o'ynagayman. Baland tog'lar boshimda. O'ylamang. Sho'xidan ayting, sho'xidan. Ko'nglim bo'ldi beqaror. Seni ko'rib ey malak, ey osingni bayon ayla, yetma yo'lingda hali. Boja. Bu eri xotinlar jilli o'ylim ya. Nima o'ynayotibdi ular? Qo'pib yashang, qo'pib. Boja mana qana kelim bilan nechta o'tiribsiz? Shu desangiz to'yga chiqmoqchi bizlar repetitsiya qilib turdik. Xo'sh, nima muammo? Muammo qo'shiqda. Bir zo'rdan topsangiz, ana shunaqasidan o'ynasan. Yaxshi qo'shiq topa olmayapmiz. Mana biz top beramiz-da zo'rini. Toping. Bojajon qarang, Telegramda Telenavobot degan bot bor. Shunga xohlasangiz tekstni, xohlasangiz ovozli tashlasangiz, xohlagan muzikangizni chiqarib beradi. TikTok, Instagram, YouTube video silkasini tashlasangiz, 3 sekundda videosini chiqarib beradi. Eng zo'r tarafi bironta kanalga o'blab yuring demaydi. Ha, zo'r ekanda. Bir bo'lsa biz yonim, va'da berib